xalqim aziz o'ydim aziz Tayandım sana xalqim aziz Perişan harmanlarda tüp ucudum Hasretleri karar ben Assalam Uygur halkım aziz Rahmet olmaydı. Assalamu alaykum hürmetlik tomoshabin do'stlar, qadrlik biz uchun bizning san'atimizni qadrlaydigan bugun o'zinglarning qimmat vaqtinglarni bo'lib mening ijodiyatimning 30 yilligi va shundoqla 50 bahoni qarshi olish munosabati bilan kelganinglarga sizlarga ko'p rahmat aytaman. Bugun hayajonli o'tman. Sababi bugun mana zal shunchalik mening 30 yillik ijodim bekor ketmabdi deb o'ylayman. San'at sohasidagi, san'at gulshanidagi bir tomchi mening o'zimning ulushim bog'larini bugun sizlar bilan birga his qilyapman.